Navoiy hokimligi mahallalarni sun'iy intellekt yordamida obodonlashtirdi. To'g'ri, bu biroz g'alati eshitilishi mumkin. Biroq Navoiy hokimligi tomonidan e'lon qilingan zarbdor 40 kun yakunlariga bag'ishlangan hisobotdagi suratlarda buni ko'rish mumkin. Anglaganingizdek, suratlarda hashar o'tkazilgan hududning ayrim detallari o'zgargan, teksturalar silliqroq ko'rinishga kelgan, yozuvlar xiralashgan, qo'shimcha daraxtlar paydo bo'lgan, avtomobil esa boshqa joyda tasvirlangan. Suratlar sun'iy intellekt aralashuvini aniqlashga mo'ljallangan maxsus servis orqali tekshirilganda, ularga sun'iy intellekt yordamida ishlov berilgan bo'lish ehtimoli yuqori ekani ko'rsatilgan. Navoiy shahar hokimligi holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, suratlarni tayyorlashda chindan ham sun'iy intellektdan foydalanilganiga iqror bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, materiallarni tayyorlash va kanalga joylashtirish jarayonida mas'ul xodimlar tomonidan e'tiborsizlikka yo'l qo'yilgan. Mahalla hududidagi haqiqiy o'zgarishlarni ko'rgazmali va sifatliroq formatda taqdim etish maqsadida dizayn jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanilgan hamda ushbu materiallar tegishli tekshiruvdan o'tkazilmasdan e'lon qilingan.